Do'stlar, o'zbek xalqi uchun katta yangilik. Qaranglar, Xitoydan mana bunaqangi traktorlarimiz yetib keldi. Farzandingiz uchun do'stlar bir umr esda qoladigan sovg'a xohlaysizlarmi? Sizlarga o'zimizni Toshkentda O'rikzorda mana bunaqangi katta bir salonga yetib kelganman. Traktor deysizlarmi? Do'stlar, inomarka deysizlarmi? Mana Hojit og'am ham yaxshi niyatda ko'ryapti. Bitta like bosib qo'ydi, Hojit og'am atay vaqt ajratib kelibdi. Undan tashqari do'stlarim, mototsikllarimiz bor, geliklarimiz bor, Porsche'larimiz bor. Keyin do'stlar kvadrotsikllarimiz bor. Mana bunaqangi paygada qatnashaman deydiganlarga menga o'xshagan akalarni ham 70 kilogacha bemalol ko'tarib drift qilib yursanglar bo'ladi do'stlarim, shoshilib qo'yinglar. Dastavkalar mutlaqo bepul, oldindan to'lov do'stlar 10% berasizlar, qachonki yetib borgandan keyin qolganini naqdini sanaysizlar. Endi qaranglar do'stlar, undan tashqari nomi aniq, joyi aniq, Xitoydan keltirilgan O'zbekiston mahsuloti emas, original Xitoyda originali do'stlar kelaverasizlar. 1 million so'mdan eng arzoni boshlandi, juda katta partiyada 5-6 ta birdaniga olsanglar pulini normalga kelishtirib beriladi do'stlar.